Bu oddiy chesnok shunchalik foydaliki, sizga dorilar umuman kerak bo'lmay qoladi. Buni sizga hozir men o'rgatib qo'yaman. Men sizlarga oddiy va samarali yo'lini o'rgataman. Ertalab nahorga bitta zubchik chesnokni olib, kattasini olishingiz shart emas, kichikroqini olsangiz ham bo'ladi. Tilinglarni orqasiga qo'yib turib, suv bilan ichaverasiz. Har kuni shuni qiling. 21 kun davomida. Birinchi o'zgaradigan narsa, sezadigan narsangiz ich kelishi norma bo'ladi. Ikkinchisi teridagi har xil toshmalar ketadi. Uchinchisi demak teringizda qichishish ketadi va soch va tirnoqda ham o'zgarishlarni ko'rasizlar. Chesnok birinchi navbatda qabziyatni to'g'rilaydi, oshqozon ichak faoliyatini normallashtiradi, immunitetingizni ko'taradi va qon bosimini tushiradi. Chunki chesnokning tarkibida vitamin C va B gruppasini hamma faol aktiv moddalar bor. Efir moylari, to'rtinchidan antibakterial, antivirus xususiyatiga ega. Qadimda Ibn Sino chesnokni antibiotik sifatida ham foydalanganlar. Albatta men bergan tavsiyalarni o'zingizda sinab ko'ring va natijasini sezasiz. Videoni tanishlaringizga albatta yuborib qo'ying.